Men aniq bilaman, na'matak damlamasini sizlar noto'g'ri tayyorlaysizlar. Na'matakni odatda suvga solib qaynatamiz 100 gradusda. Bu noto'g'ri. Vitamin C ga boy bo'lgan shipovnik, na'matak bunaqa daraja issiqlikda hamma vitamin C si o'lib ketadi. Siz faqatgina oddiy kompot ichasiz. Men sizlarga hozir buni to'g'ri tayyorlanishini o'rgataman. Demak, na'matak donlarini olib turib, yo blenderdan o'tkazing yoki bo'lmasam hovonchada maydalang. Tayyorlanmani, demak, 80 gradus suvga solib damlab qo'yasiz. Albatta ovqatdan keyin ichishga harakat qiling. Buni qancha ichishi ahamiyati yo'q. Hozir bahor oylari boshlanganda organizm immuniteti, demak, ota-bobolarimiz ilik uzildi degan naql bor. Ana shuni yaxshi to'ldiradi, immunitetingizni demak maksimum darajagacha ko'tariladi. Bu videoni tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Shipovnikni, na'matakni to'g'ri tayyorlanishini hamma bilsin.